Bunaqasi bo'lmagan kanalning qadrli a'zolari, bugungi obzorimizda har qanaqangidan noodatiroq obzorimiz, ya'ni kompyuterlarimiz va MacBooklarimizni polniy akamiz bilan narxlari, xarakteristikasi tanishtirib o'tamiz. Assalomu alaykum. Islomjon aka, charchamayapsizmi aka? Ishlar bilan videoni boshlashdan oldin eslatib o'taylik. Asha pastda turgan Telegram kanaliga podpiska bo'lsalar, 1200 ta obunachi bo'lgandan keyin mana shu sichqonchamizni aka bonus qilib qo'yib berar ekanlar. Narxi ham normalniy, sifati ham normalniy, igrovoy sichqonchamiz. Shuna bitta obunachimizga bonus qilib render tarzida tanlab jonli efirda beramiz bitta obunachimizga. Biz bo'lmasa videomiz boshladik, ko'rib turibsizlar. Narxlarni tanishtirib o'tamiz. Ko'rib turgan sichqonchalarning hammasida akamda assortiment, sichqoncha deysizlarmi, klaviatura deysizlarmi, kullerlar, undan tashqari katmonlar, kompyuter solish uchun ko'rib turgan assortiment, aksessuarlaring, kompyuterlar uchun, notebooklar uchun kerak bo'lgan har qanaqa narsa hozirgi kunda Islomjon akamda bor. Video boshlashdan oldin yana bir martadan bitta narsani eslatib o'taylik. Manzilimiz Farg'ona shahar. Eski muzeyda orqasi bo'ladi. Shunday hamma sichqonchalarimizni yig'ishtirib qo'yamiz. Biz birinchi o'rinda ofislar uchun kerak bo'ladigan kompyuterlarni tanishtirib o'tamiz. Islomjon aka, endi ofisga bizga kompyuter ko'rsating. Misol uchun ofis ishlariga narx qimmat bo'lmagan, lekin ko'rinishi, xarakteristikasi zo'r bo'lgan kompyuterlar ko'rsatsangiz, narxi ham arzon bo'lsa zo'r bo'ladi aka. Ana ko'rib turibsizlar, assortiment bu 100% dan atiga 10% akamda assortiment bomba, notebooklarda, MacBooklarda o'zlariga xohlagan xarakteristikalarni bemalol topib beraveradilar. Ko'rib turibsizlar, planshetli, deysizlarmi, ThinkPad o'sha full komplektatsiyada har xil notebooklar. Endi akam bizga xarakteristikasini bitta narxlarini tanishtirib o'taylik. Birinchi o'rindan mana shuni tanishtiraylik. Xo'p, bu Lenovo ThinkPad model. Ekran sensorli bo'ladi. i7 3-paketli, 4.8 potokli bo'ladi. 16 operativkaga 128 SSD, 500 GB hard, 2 GB video kartasi bor. Xo'p, buni o'zi narxi $130 edi. Agar kanaldan kelib ko'rib kelsalaring, sizlarga $100 beramiz. Demak, ziyoniga ham sotaveramiz. Sizni obunachingizga faqat. Jonni sog' bo'lsin akam. Bunda demak kontrlardan orasirada qilatsa bo'ladi. Bunda ham GTA 5 ham o'qiydi. GTA 5 ham o'qiydi. GTA 5 ham o'qiydi. Batareykalar yangi qo'yilgan. 3-4 soatga ofis ishiga bemalol yetadi. Ko'rib turibsizlar, $100 ga GTA 5 o'qiydigan kompyuter. Bilmadim qayerda bor. Endi keyingisini ko'rsatamiz aka. Buni ko'rdik, ko'rib turibsizlar. O'zi ham kattagina, haybatgina kompyuter ekan. Undan keyingisi eng arzon Processor Celeron bo'ladi. 4 operativka 500 GB hard bo'ladi. Bu 1 soat 2 soat batareyka setadi. O'zini narxi 500 ming so'm edi. Kanaldan kelsalaring 400 ming so'm beramiz. 400 ming so'mga notebook, ishlab turgan notebook. Ekranlari sensormi? Sensor emas. Sensor emas. Ammo kontur ko'taradi. 1.6 ko'taradi. Kontur ko'taradi. 1.6 ko'taradi. Bemalol yetadi. Kinogo'shni o'ziga ham yetadi. 400 ming so'mga notebook. Bilmadim agar ekranni sindirib qo'ysalaring ham 300 ming so'mga to'g'rilab berishadi. Ekran ham arzon turadimi? Ekranning o'zi 300 ming so'm. Biz notebook tayyor notebook sotamiz. Hozir zapchastka sotsalar ham bu sotayotgan narxlarni arzon sotadilar. Faqat biz obunachilarimizga shuna narxi beryaptilar ekan. Jonli sog' bo'lsin. Endi keyingisi aka. Bundan keyingisi AMD protsessorda 7-avlod bo'ladi. 4 operativka 128 SSD. Xo'p, ekranlari Full HD, holatlari ancha yaxshi. Chiroyli narsa ekan keyin bu. Bu $60 edi. Sizlar mendan kelsalaring, kanaldan kelsalaring $50 beramiz buni. $50. Akam bizga ancha skidkalar qo'yaptilar. Bu notebook omma ko'rinishi o'ta ham shekarli ekan. Chiroyli ekan. Anchalik avlodlari ham yangiroq, ancha yaxshi nima. Tufta narsa basli bilinib turibdi. Bunda endi nima ishlar qilsa bo'ladi aka? Buni tanishtirib o'tyapti endi. Bu ofisga bemalol yetadi. Ofisda sal yangiroq avlod. Buni o'zi $100 ga yaqinroq sotsa bo'ladi, $100 dan teva ham sotsa bo'ladi. Lekin biz obunachilarimizga skidka qilamiz doim. Jonli sog' bo'lsin. Telegram kanallari, o'zlarining logolari, mana shu logoda turadi Telegram kanallari. Akamizga Buse laptop. O'zlari promo Xitoy va Amerikadan notebooklarda olib kelib sotadilar. Bunaqa nima joy Farg'onada bitta yoki ikkita, men bilishim bo'yicha. Endi keyingisi aka. Keyingisi, xo'p, bu protsessor kuchliroq, i5 5-paketli, 1 GB video kartasi bor, operativka 8, 128 SSD. Batareykalar 2-3 soatga yetadi. Bunda ham GTA 5 o'ynaysiz bo'ladi. Diski dasturga qo'yib olib, o'ynaysiz bo'ladi GTA 5. Ko'taradi. Ko'taradi. Bemalol. Bemalol ko'taradi. Buni biz $90mi, $95 qo'yganmiz. Kanaldan kelsalaring, yana chegirma qilib $80 beramiz. $1 Lekin agar kanaldan kelganlaringni aytmasalaring, buna narxlar yo'q, buna narxlar yo'q. Boshqa narx aytiladi. Boshqadan ko'chadan kelsalaring, boshqa narx aytiladi. Boshqa narx aytiladi. Nomerlar ekranida chiqib turibdi. O'zbekiston har qanaqa hududiga dastavkalarimiz bor. Keyingi notebookimiz.
Undan keyingisi xuddi o'sha i5 ning 6-pakka liniyasi. Bundan keyingisi demak, Bundan bitta oldin yangisi. Dolby Audio. Ya'ni o'sha ikki tomonda mikrofonlari bor, quloqqali yoqimli eshitiladigan notebookchamiz. Buni ham operativka 8, bizga 8 SSD. Bu DDR4 bo'ladi. Yangi paketing bo'ladi. DDR3, DDR4. DDR4. O'yinlarda ham yangali tez ishlaydi. Xuddi shunaqa. Bu ofisga ozgina kichikroq o'yinlarga bemalol yetadi. Buni ham narxi o'zi $100 edi, kanaldan kelsa $90. Keyin shuni aytmoqchiman. Viloyat bo'yicha bepul dastavka. Butun viloyat bo'yicha bepul dastavka. To'liq qana bo'ladi. Misol uchun men sizga Samarqanddan yoki o'sha Surxondaryodan turib zakaz qilyapman. Notebookingiz yoqib qoldi. To'liq qana bo'ladi aka. To'lovni karta orqali qilsalaring, bepul dastavka beramiz. Ha, yana bitta yo'li bor. Ha, pochta orqali. Yana bitta yo'li bor. Kelishib qolasiz, mabodo. Men sizga zakaz tashlab bersam, Surxondaryodan turib. Siz men ko'chani yengil mashinalarni chiqaraverasiz, o'sha navratni bilan. Ashnaqa ishlasak bo'laveradi. Ashnaqa qilsak bo'ladi, faqat qimmatroq bo'ladi. Ha, narx o'zgaradi. Klientga qimmat tushib ketadi. Ha, lekin misol uchun daveriya bo'lish uchun biz oxirroqda ko'chada hali logolarni ko'rsatamiz. Bu hali kichkina magazin emas. Bu akamizning katta klient bazalari bor. Biz iltimos qilib videolarni olyapmiz. Bu zo'r afzal bo'lyapti. Xudo xolasa men bilishim bo'yicha. Endi shu videoda davomini ko'rsalang, igrovoy kompyuterlarni ko'rsatamiz. O'sha KS2 deysizlarmi, GTA 5 deysizlarmi, ko'taradigan shu notebook, MacBooklarni ko'rsatadilar. Videoda oxirigacha ko'ringlar. Endigi navbatdagi avzorlarimiz igrovoy notebooklarimizga. Bu igrovoy notebooklarimizda KS2, PUBG deysizlarmi, undan tashqari GTA 5 o'sha o'zlaringali hozirgi kunda trendda yurgan o'yinlar bemalol hammasini o'ynasalar ham bo'laveradi. Mana shu notebookimizni tanishtiraylik, men o'zim ishqim ketdi bu notebookga. Buni xarakteristikasi Core i7 10-pakalini ekan. 16 ga 512 ga 16 GB operativka, 512 GB SSD. Undan tashqari video kartasi 1650 GTX 1650 4 GB video karta ekan. Buni narxi nechi endi? Buni narxi $370 edi. Agar kanaldan kelib kesalaring $360 beramiz. $360. Bomba skidkalar bilan $10 deysizlar, lekin bu akam sotayotgan narxlar haqiqatda minimalni. Atrofda bemalol surishtirib ko'rasizlar. Hech qatda buna narx topolmaysiz. Topsalaring ham buna xarakteristika bo'lmaydi. Bemalol surishtiraverasizlar. Atiga $360 ga GTX 1650 4 GB video kartali i7 10-pakalanadagi notebook. Endi keyingidan o'zingiz tanishtiring aka. Keyingilar arzonidan boshlaymiz. Arzonidan. i7. To'xta. Gapingiz bo'ldimi? Qana o'yinlar o'ynayman. Oldin shuni aytgan aka, menga shu qiziq menga. GTA 5, CS:GO va shunga o'xshash o'yinlarni o'ynaysiz bo'ladi. Full HD da ochib beradi. Full HD da ochib beradi. Qiynalmayman. O'rta nastroykada ochib beradi. i7 6-pakalini 4 yadroli bo'ladi. 16 operativka, 128 SSD, 500 GB hafta bor. GTX 965 2 GB video karta. 2 GB bo'lgani bilan ancha-muncha 4 GB video kartalardan kuchliroq video kartasi. Padarka bas. Undan keyingisi, buni narxini aytmayapman. $215 edi. Kanaldan kelganlarga $205 qilib beramiz. $10 skidka. Yana o'sha telefon qilib muomala bilan so'rasan, akam yana o'tib beradilar, xudo xolasa. Chiroyli qilib so'rasan, sunnatdagi o'tib beradilar, sunnatga chiroyli qilib. Xo'p, undan keyingisi i5 9-pakaliniyasi, bu ham 4 yadro 8 potokli bo'ladi. GTX 1050 3 GB video karta. Bu ham 16 ga 128 500 GB hard bilan jihozlangan. Bu ham o'yinlarni bemalol ochib o'ynasalar bo'ladi. Endi shu yerda bitta savol. Men bunaqa notebookda o'ynab ko'rdim. Keskin o'ynab ko'rdim. HDda o'sha grafikda HD grafikada men примерно 180 FPS olardim. Endi sizni o'zingizni mutaxassisligingizdan kelib chiqib, bu keskida necha FPS ochib beradi? 60 dan baland xolos ochib beradi. Yo'q deganda 60. Yo'q deganda. Hertz qanaqa buni? Gersi Full HD 60 Hz bilan standart Full HD 60 Hz bo'ladi. Qimmat bo'lmagan, lekin narxiga stoyid o'sha zo'r xarakteristikadagi notebooklarimiz akamda bor. Buni narxi $270. $270. Kanaldan kelsalar 260. Biz o'zimiz Telegram kanalimizga ham $270 qilib qo'yapmiz. O'zi Telegram kanalingizga demak Telegram kanalimiz oxirgi narx bo'ladi. Telegram kanaliga oxirgi narx undan ham o'tib beryaptilar. Mana desdimiz. Kanal uchun o'tib beramiz. Kanal uchun o'tib beramiz. Undan keyingisi kuchli model i9 8-pakaliniyasi 16 operativka 256 SSD 1 TB hafta bor. GTX 1060 6 GB video kartasi bor. Bunda ancha-muncha o'yinlarda ultra nastroykada o'ynasalar ham bo'ladi. Ultrada. Ancha kuchli. Demak ham ancha kuchli. Uzr gapingiz bo'ldi. Bundan ko'ra keskida bundan maza qilib o'ynayman.
Sal-pal yaxshiroq o'ynaysiz. Sal-pal yaxshiroq. Ha. Monitor ham katta. Ha, anchagina bahaybat notebook o'zi. Ha, so'z, nima desam, buni kullerlari ham вообще menga o'zi ko'rinishi, kullerlarni qarang, kullerlarni. Video kartani kulleri bo'lsa kerak bu. Video kartaniki. Охлажденияsi yaxshiroq-da. Ha, kattaligini hisobiga. Ha. Kattaligini hisobiga. Undan keyingisi kichkintoy bo'lgani bilan ancha kuchli. i7 11-pokoleniyasi 32 operativka, 512 SSD, MX 450 GB video kartasi bor. Отпечаткasi bor, подсветка klaviaturalari bor. Ofisnoy bo'lib, ofisnoy emas, igalovoy bo'lib, igalovoy emas. O'rtada qolib ketgan, lekin kuchli. Gibrid. Gibrid. Ha, gibrid. Siz bo'ladi. Bu $300 edi narxi. $285 qo'yamiz. Ana skidka $15 bo'ldi, $10 ham emas. Ammo buni ko'rinishi o'ta ham chiroyli ekan. Ingichka. MacBook bilan bemalol konkurensiya qilaveradi. Men buni ochilishi ham chiroyli. Bular hammasi Windows. Hozir Windowslar ko'rib chiqdik. Endigi navbat ko'pchilik kutib turgan MacBooklarimizga videoni oxirigacha ko'ringlar. Videoga like, kanalga podpiska bo'lishni unutmanglar. Akami Telegram kanallari chiqib turibdi, nomerlari ham chiqib turibdi. Aloqaga chiqib zakaz qiladigan bo'lsalar, aloqaga chiqsalar ham bo'ladi. Telegram kanaliga har doimgidek podpiska bo'lib qo'yinglar. 1200 ta obunachidan keyin o'sha legendarniy mishkamizni shunday bitta obunachimizga baraka qo'yamiz. Endi ko'pchilikni qiziqtirgan ofis ishlari uchun shu hali katta bo'lmagan, qiyin bo'lmagan, o'yin o'ynamaslik, shu oddiygina o'sha Photoshopda ishlab turib ketaman, kam ish qilaman deydigan akalarimizga, opa-uka, singillarimizga ko'rib turgan MacBooklaring. Yo, men MacBook ishlatalaman desalaring, Microsoftda sensorli Windows laqab Windows bo'lgan notebookimiz. Xo'p, bular o'sha moshina xarakteristikada eng oxirgi pokoleniya va o'sha Air'lar bosh pokoleniyalari, birinchi chiqqan pokoleniyalar ko'rib turibsizlar. Endi akamizdan narxlarni eshitamiz. Birinchi aka Windows'imizni tanishtiraylik. Yomon chiroyli narsa ekan, o'zi ham go'zal narsa ekan, faqat asha metta petnolari bor ekan, bir ikkita. Buni tushuntirib beradi telefon qilsalaring. Aytay endi buni xarakteristikasini akam. Bu i5 10-pokoleniya, 8 operativka bo'ladi, 256 SSD bo'ladi. Ekranlari 2K bo'ladi. MacBook bilan bir xilda kачествоda ekrani bo'ladi. Kolonkalar ancha mo'shli bo'ladi, oddiy notebookka nisbatan. Kino ko'rsa ham maza qiladi. Ha, anchagina maza qiladi. Yonboshdan ham, u boshdan ham ko'rsa o'sha kinoni ko'radi. O'zgarmaydi. O'zgarmaydi. Alyumin korpusda ancha bagati ko'rinadi o'zi. O'zi bu o'sha MacBookda nimasida? Lux kopiyasi mana konkurenti bu iPhone, o'sha bu Samsung tipa shunaqa. O'sha konkurensiya to'g'rimi? Konkurent. Agar buni holat idealni bo'lsa, bemalol $250 naqd chiqarsa bo'lardi. O'sha ikkita iPhone bo'lgani uchun buni $180 qilib berganmiz. $180. Kanaldan 170 ga olib ketsalar ham bo'ladi. Kanaldan desalar. Shuni aloqaga chiqib turib, kanaldanmiz deylar bo'ldi. Bunaqasi bo'lmagan deb desalar, o'sha parol bo'laveradi sizlarga. Akalar, endi bu kichkintoyimizni tanishtiraylik. Bundan keyingisi MacBook Air 2017 i5 bo'ladi, protsessori 8 ga 128 talik. Bularda hammasida podsvetkalari bo'ladi, klaviaturasida. Buni narxi $180. 5-6 soatga yetadi zaryadda. Ha, yo'q. Kichkina bo'lgani bilan shuncha ko'p ketadi. Uzoqqa ancha. MacBook bo'lgani hisobiga. Orqada olmachalar yonadi bular. Ha, nimami bu yuqaligini qaranglar. Bitta ko'rsating yuqaligini. Bitta ko'rsating. Bu misol uchun kino ko'rsam, qanaqadir nima qilaman? Ochadi. Hali o'tirishdingmi? Bunda kачествоsi ekranda past bo'lgani bilan, lekin sizga yuqori sifatni beradi. Ha. Ощущение mana shunaqa. Ощущение baland beradi. Ощущение Full HD dan baland beradi. Lekin raqamda past. Endi bu eski pokoleniya deganlar bilan yangi pokoleniyada ezilyaptimi, ezilmayaptimi bilgandan eski pokoleniyani siqib ishlatgan. Mazza bo'lsa kerak aka. Mazza. Olmalar yonib turadi misol uchun. Agar buni kuchlirog'ini ol. Buni narxini aytmadingiz. $180. $180. 170 ga. 170 ga baraka. Albatta. Mon bilan почти bir xil. Mo xarakteristikasi yangiroq, bu eskiroq bo'lgani bilan sostaniyasi zo'r. Kuchliroq MacBook olaman desalaring. Bu i7 4 yadrli bo'ladi, 16 operativkaga 512 SSD, 2 GB video kartasi bor. Buni ekrani 208 ga bo'ladi. Anchagina tiniq bo'ladi. 2 bilan 4 oralig'i. Ha. 2 ham emas, bu ham gibrid ekan mana. O'rtada arosatlardan ekan bu kishi. Programistlarga, boshlang'ich programistlarga bemalol bo'ladi. Kino ko'rishga ham o'ziga anchagina kuchli notebook. Keyin mana misol uchun akalarimiz bor, o'sha farzandlariga onlayn dars qiladi, onlayn kurslari bor. Shunaqalarga olib bersalar, menimcha buni kameralari ham tiniq bo'lsa kerak. Anchagina mikrofon ishlatmaysizmi? Agar buni ishlatib video zapis qilaman, tushundim. Dars o'taman desiz, mikrofonga hojat yo'q. Men eshitganmanda $100 ga mikrofon olib ishlatdim, ana o'sha yerdagi
Mac'da ishlatyapti. Uniki sifati kuchli bo'ladi. Ha, baribir iPhone 7 ustunlik bildirib beradi. Oddiy narsalarda juda baland nimada. Misol FaceTime deysizlarmi? O'sha o'zlaringga kerakli WhatsAppmi, shunga o'xshagan dasturlarda ishlatsalar, endi bo'ladi. Ощущенияsi boshqacha bo'ladi. Buni narxini ayting endi aka. Hop, bu $230. Kanaldan kelsalar $220 qilib beramiz. Buni hali nechinchi yil bu? Bu MacBook Pro 15 dyumli bo'ladi. Yozilgan nimasi 2013, lekin o'zi 2014 da chiqqan nima bo'ladi. 2014. 2014. 13-14. Endi undan keyingisi уже prolashib ketyapmiz. Samolyotlar ashi olibdi ekan. Ancha bo'ladi undan bu MacBooklar ko'rmaganga подсветmalari bor ekan, отпечаткалari. Отпечаткasi bor, touch bar bor. Bu YouTube'ga kelsalang, Telegramga kelsalang, o'zi qaysi programmaga kelsalang, o'zi moslashib oladi. Qulaylik. Qulaylik nima qiladi? YouTube'da peremotga qilsalang bo'ladi, Telegramda emojilar chiqadi. Oson. Hamma programmaga moslab oladi o'zi. Bularning narxini endi aka sir qilamiz. Aloqaga chiqsalar bu ko'sin narxini o'shunda 100 baribir gaplashganga yetmaydi. Sabab bular endi qimmat narsa endi odamning muomalasiga qarab narx aytilinadi. Qanchalik yaxshi muomala qilib, qancha chiroyli so'ralinsa, shuncha vaqt xolos chiroyli qilib, arzon qilib qilib beramiz. Emas, Telegram kanaliga shuni qo'yib beramiz. Akam endi buni xarakteristikasini tanishtiring. Xo'p, bu i7 6-pokoleniya bo'ladi. 4.8 potokda, 16 operativkaga 1 TB SSD. Siklari ham kam, 300 martami shunaqa zaryad bo'lgan. Kam ishlagan hisobida bu bo'ladi. Sostaviyasi ham noch turibdi. Anchagina bitta ko'rsataylik sostaviyasini. Yupqagina, lekin bundan yupqasini ko'rmadim. Ekrani shunaqangi yupqa ekan. Uni ko'tarsa уже boshqacha ощущение bo'ladi. O'sha seriya ekan bu, oqibas ekan. Endi undan keyingisi bundan ham kuchli xarakteristika, to'g'rimi bu? Bu i9 9-pokoleniya bo'ladi. 32 operativkaga 1 TB SSD hamda 4 GB video kartasi bor, tashqi video karta. Bunda ham touch barlari bor. Bemalol ishlatib naqshalang bo'ladi. Qana nima bo'lsa, bular 4 K emas, 2 K bular ham. Bular уже 208 kami shunaqa. Bu ham arosatda. Baland arosatda. O'rtada gibrid nima chiqqan. Gibriddan. Mana ko'rib turibsizlar. Shim chiroyli narsa ekan bu ham o'sha. Olib bersalar ofis ishlariga bu ham. Bularda hozir anaqasi bir xil, diyumi? Mo'kyosiniki. Lekin faqat ichidagi anchagina mo'shni yo'q. Hozir bitta ochganimda menga mana katta ko'rindi. Nimagadir menga katta ko'rindi. Bilmadim sizlarga qanaqa. Lekin menga bo'ldi, menimcha aboyidan bo'lsa kerak bu narsa menga katta ko'rindi. Bularda narxlar o'sha aytilganday aloqaga chiqsalar, chiroyli qilib qilib beramiz narxlarni. Undan tashqari bizda klaviaturalar ham bor. Assortiment, mexanika, объяснили. Chiroyli qilib narxlarni o'sha O'zbekistonning har qanaqa hududi bilan solishtiradigan qilib, chiroyli narxlarda qilib beriladi. Boshida aytganimizdek videoga like bosinglar, kanalga podpiska bo'linglar. Yana eslatib o'tamiz, O'zbekiston barcha hududiga dastavka bor, kelishilgan holda. Bepul dastavka, hali aytilgan. Kanaldan bepul. Kanaldan sizga bepul. Narxlarda o'sha sunnatiga o't beriladi. Bu aytilgan narxlardan faqat chiroyli muomala bilan aloqaga chiqinglar. 1200 ta bo'laylik, tezroq Telegram kanallariga o'tib, podpiska bo'lib qo'yinglar. Ekranlarni zakryep qilib qo'yamiz va o'sha описаниеga o'tib ham shuni ustiga bossalar, kiradigan qilib qo'yamiz, silkalarni qo'yib qo'yamiz. Akamiz Assalomu alaykum. Sog' bo'ling aka. Sog' bo'lsin, rahmat aka.